oziqa tayyorlayotganimizda biz mana uni namlaymiz biz hali. Mana shu yerda almashtirib, yem sepib, oziqa tayyorlaymiz bu yerda. Namlashtirib. Ha, hozir qo'yam cho'miltiramiz kerak bo'lsa. Qo'yil. Bu yerda endi bo'rdoqchilikda boqilayotgan qo'ylarimiz bor. Siz Hoji aka endi bo'rdoqchilikdan masalan mana kiribaq arabcha gaplashib o'tirdik, daftar uchkalarda ham hisobladingiz. Masalan bo'rdoqchilikda boqib yaxshi daromad bo'lyaptimi? Nima deysiz? Bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ladi, faqat bunga biz to'g'ri yo'nalishimiz kerak. Yo'nalishimiz kerak. Birinchidan qo'ylarda toza. Endi masalan sorti bordir, sorti yo'qdir. Muhimi tanasi toza bo'lsin. Tanasi toza bo'lsin, sog'lom bo'lsin. Ha, sog'lom. Qo'zi olamiz, qo'zi. O'sha miyasida qurt bo'lmasin. Ichki parazit, tashqi parazitlarga davolaymiz, olib kelib. Iloji bo'yicha bir xil yosh, bir xil vaznda olib kelamizda, keyin tutsak bo'ladimi aka buni tushib? Bo'ladi. Bu ajoyib narsalar bor shekilli. Tutsak bo'ladi. Qani. Hozir buning ichida simjullik, urug'boblari bor, simjullari bor. Haligi enlik badanli qo'ylar bor. Mana dumbalarning atrezlari bor qo'ylarim bor. Bo'ynilari yo'g'on, tushlari oldiga chiqqan, bellari yo'g'on qo'ylar bor buning ichida. Uruqqa ham bo'laverar ekan. Uruqqa mana o'zimga yoqqan bitta qo'yim bor. Mana menga u yoqdi. Mana umi? Mana, ha? Ha. Mana shu qo'yim. Kashtan svet deydi. Kashtan svet, 100 kilo oshiq qarang. Menga so'z bermayapti. Mana qo'ying. Mana qo'chqarni qarang. To'la ekan hamma yo'q. Bu hali endi tushayoryapti. O'zi bu. Mana enli qo'y. Keyin qassob ham suyargan dumba o'ta katta emas. Mana bu to'shlar chiroyli chiqqan, mana qarang mana. To'shlari chiroyli chiqqan qo'ydi. Ha, kallalari katta mana. Mana menga mana bo'yni yoqadi, mana qarang. Bo'yni ham bo'yin beradigan qo'y. Bo'yin beradi. Dumba atrezlari bor. Bundan bola olish kerak. Bu naslga shunaqa qo'ylarimdan bor ichida. Bor ekan. Yana bittasi bor. Menga o'ta yoqadigan qo'yim bor. Oling aka. O'sha yerda hozir ko'rasiz. Sodda. Ommabop yem, hech kimni qiynamaydigan usullar topdim buni boqishda. Sho'rxa beryapsiz ko'rdim. Sho'rxa beraman. Ko'p bermayman, lekin beraman. Qarang, bunga somonni darabilkadan chiqarayotganimda beda qo'shaman. Beda qo'shasiz. Beda har bir qo'yni kunlik ratsionida 100 gram, 150 gram bo'lmaganda bo'lish kerak. Eng kam. Beda. Undan keyin yer yong'oq palayni beraman 100 gram, 150 gramgacha. Har bir bosh uchun. U yog'lik. Masalan 500 kilo arpaga 50 kilo makka qo'shib unini chiqarib qo'yib teritiga shuni sepaman.